shahri. Muqaddam sudlanganmisiz? Yo'q. Nima faoliyatda shug'ullanasiz? Sizman. Transportni kimni nomlarini bilmayman. 4 kun 5 kun bo'ldi. Nishbiga oldi qancha? Nima rentaga undan 8 keyin? mingdan olingan rentaga. Kuniga? Kuniga. Aha. Kunni bo'ldi, bir kun. O'tgan kuni o'shanga. Raqam surish ko'chada. O'tgan kun. Yo'q, ko'p haydalmadi, bir marta, ikki marta. Qayerda yursiz? Olmazor tumanida asosan. Raqamlar sizda? Raqamlar. Sabab? Sababi yo'q. Inspektor to'xtatdilar. Aha. Bo'ysunmasdan ketdim. Siz bir bo'ysunmasga nima uchun bo'ysunmadingiz? Nima bilan to'xtatdi? Jezda o'qishlarni to'xtatdimi? Jezda. To'xtash kerak emas. To'xtash kerak. Ne to'xtamadingiz? Yoshlik qildim. Necha yoshsiz siz? 21. Haydovchilik guvohnomangiz bormi? Bor. Nima tushib qoladi deb o'yladim. Tushib qolmadi. Shu o'yladingiz? Ha, tushib qoladi deb o'yladim. Uni oilasi bor, farzandlari bor, bola chaqasi bor. O'sha vaziyatda siz harakatlanasiz. Yiqilib teyda qolib ketsa, hayotdan ko'z yumsa, o'sha insonni oilasiga, davlatga kim qaytarib beradi? Yoshlik qildim.